O'pkasida tez-tez suv paydo qiladiganlar va ikki oyoqda to'la-to'kis shishlarning ketkaza olmayotgan insonlar, albatta siz bu maslahatni to'la-to'kis eshitishingiz kerak. O'pkasida suv to'playotgan bemorlar ko'proq shikoyat qilishadi va o'pkadan suv oldirishadi. Natijada 10-14 kunda yana qayta suv paydo qiladi. O'pkadagi suv va oyoqlardagi shishning paydo bo'lishi yurak-qon tomir tizimidan ham bo'lishi mumkin. Yurak kameralari kengayganda qon oqish hajmi, tezligi kamayadi. Natijada periferik qismlarda, o'pka sinuslarida va oyoq qismlarida qon dimlanib, shishlar paydo qiladi. Albatta, o'pkangizda shish bormi? Oyoqlaringizdagi shish ketmayaptimi? Ekokardiografiya tekshiruvidan o'ting va yuragingiz sog'lom ekanligiga amin bo'ling. Agar shunday holat kechayotgan bo'lsa, o'zingizni qon tarkibingizdagi albumin moddasini tekshirib ko'ring. Shishlar va suyuqlikning paydo bo'lishi oqsil tanqisligida ham kelib chiqadi. Salomat bo'ling. To'g'ri tashxis bu samarali davo kalitidir.